Sizlarni ko'rsatadigan bo'lsak, bitta furgonimiz tayyor bo'lgan bu yoqda. Bu yoqda bitta Surxondaryodan kelgan do'stimiz bor. O'zimiz furgon qilib berganmiz bunga. Mana shu joyi ko'ryapsizlarmi? Ramasi yirtilib ketgan, rama yorilib ketgan. Bunga rama usilение qilib beramiz. Hop, bu yoqda постоянный klientlarimizdan полный zamena masla, полный hamma ishlarni qilib beramiz. Bizi doimiy mijozimiz. Aka, aka, xizmatlardan rozimisiz? Amin. Hammasi yaxshimi aka? Videoga tushdingiz, rozimisiz? Amin. Ha? Xizmat bo'lsa aytasiz. Ha, xizmat bo'lsa bularga ham bemalol murojaat qilasizlar. Yana bitta mashinalari bor, xuddi shunaqa. Chixol-pixollarni taqib beryapmiz. Bu yoqda mana bu mashinaga parok qo'yib beryapmiz. Bu o'zimizning mashina, remontga kelgan, buni ham burchagini urib olgan. Bu do'stimizga mana chixollarni taqib beryapmiz. Nima deysiz? Assalomu alaykum. Hammasi joyidami? Mana chixolimiz bor, Kia Bongo-niki tushadi, qo'yib beryapmiz. Agarlar kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, xizmatlarimiz bemalol murojaat qilinglar. Lift xizmatlari ham kerak bo'lsa, bemalol. Bularda texnika ko'p.